Xo'p, bize qaranglar. Foydalanuvchi bo'lsa girsin dedik. Login paroli bo'lsa shundaymi? Endi bo'lmaydigan bo'lsa xato chiqarishi kerakmi? Bir narsa deb xatoni aytishi kerak. Ya loginning xato, ya paroling xato. Ikkisidan biri xato deb aytishi kerakmi? Shundaymi? Endi u xatoni nishatib aytamiz desangizlar, else yozamiz. Else qismina nishatamiz. Internetni o'shunda qo'shib qolib Xo'p, internetini o'chirib qo'yamiz. No deymiz. Shu foruma, ya'ni o'zi forumda chiqaradi-da, tushunarli? O'rganamiz u forumda chiqarish nishatib xatoliklarni. Xo'p, mana add error qo'shamiz. Error degan qo'shimchani qo'shamiz. Qaranglar. Agar xatolik yo'q bo'ladigan bo'lsa, non chiqsin deymiz. Non bo'lmasa no chiqsin deymiz. Parol yoki username xatoda ishlashimiz kerak. Ana endi bu bo'ldi bu. Ina viewdagi login degan no qaranglar endi login degan. Qaranglar ibidam login gap turibdi, bedam login gap turibdi, ibam login bo'lib gap turibdi. Hammasi bir xil. Shundaymi axir? Bu xato u. Tushunarlimi? Login user aytish kerak iloji bo'lsa. Ikkisi bir xil bo'lsa, u xatolik beradi. Login user dedi. Xo'p, endi nishatishim kerak. Ina qarang, login html yaratdik qo'yibman. Shundaymi? Login html da ko'rsatdik qo'yibman. Endi nishataman. Chiqib ketamiz. Template papkama kelamanda login.html ochib olaman. Aynan register ki bilan bir xil bo'ladi. Kelaman tashiyman. Qaranglar, forum bo'ladi, metodi post bo'ladi, craftsy token bo'ladi. Bu nima bo'lib turibdi? Forum. Ya'ni forum neden kelib turibdi desangizlar, ibida forum yuborib qo'yibmiz. Tushunarlimi? Shuning uchun. Xo'p, ibida endi ro'yxatda o'tish qunubga bo'ladimi bu adi? Yo'q, bizda nima bo'ladi? Login degan qunubga adi bo'ladi. Ya'ni endi chiqib turadi, ishlatib ko'raylik. Haz prosto nima endi login deb iberinelar chiqarib beradi, ikki dona input. Xo'p, bizlar endi bu bo'ldi. Bo'ldimi shu bilan? HTML tayyor, view tayyor. URL yerdan chiqdi, shundaymi? User safına kelamanda URL'ni yozaman. Ibera chaqirib olaman. Noni? Login chaqiramanmi, login usermi? Login user chaqiramiz. Xo'p, virgül qo'yamandan ishataman. Has login deymiz. Xo'p, keyin login user degan funksiyani ishlatamiz. Keyin nom qo'yib qo'yaylik, qaranglar deyna. Buna nom beramiz. Nokta virgül qo'yamizda name. Login deb qo'yaylik. Buna nima qo'yamiz? Hozircha ishlatamiz, qaranglar. Endi ishlatib ko'ramiz. Run server bo'lib turibdi. Endi noga giramiz. Browserga giramizda ishlatib olamiz. 127 desak, chiqaradi. Bosh sahifada hech yo'q. Sababi users app'ini ichida register page'im ishlab turibdi. Endi nima kerak bizlarga? Login, ya'ni login yuboradi. Qaranglar, chiqarib turibdi. Endi men yo'q vajiga ko'raman. Yo'q vajiga kirsam nima chiqarish kerak edi? Xatolik chiqarmin turibdi. Bu clean data dedi, yo'q dedi unchakki vaj dedi. Shundaymi? Login forum object has no attribute clean data dedi. Clean data degan ne yo'q dedi bunda. O'zgaruvchi yo'q dedi. Tushunarlimi? Xato etganmiz. Nerida xato etganmiz? Savol. Neri xato deb turganini aytaymi yana? Bu clean data degan vajni topolmay turibdi. Tushuntirsizlarmi? Ishorni topolmay turibdi. Yana ibdan topib berolmay turibdi. Ya'ni bu kelamiz ibda qarasangizlar yana semni koda qarasangizlar, semdagi koda qarasangizlar yana ibda yozib qo'yibdi. Password deb yozib qo'ysa, forumning ichida clean data degan va yo'q dedi. Bu imonning ichida yo'q dedi bu narsa dedi. Tushunarlimi? Change datadir balkim dedi. Ochib turgan vajing dedi. Clean data emas qahuvi dedi. Tushunarlimi? Endi nishatamiz. Muammo bor, muammoni to'g'rilash kerak. Aynan shu o'rinda xato bor deb turibdi. Biz nishatamiz bu yerda. Qaranglar.
İB'de şunchasi bor, shundaymi? Chiqarib berib turibdi. Bizlarga nima kerak? Username o'zi kerak. Xo'p, o'chirib tashlaymizdan nechaytamiz? Username deymiz. Yo'q, buni password deyish kerak edi. Mana username deymiz, mana nima deymiz? Password deymiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Qaytadan obnovit beramiz. Yo'q va jazomizdan login etamiz. Login etganda dom xatolik berib turibdi. Password degan vajam yo'q deydi. Password. Biza request post etdik. Bo'ldi, forumga post etdik. Endi nechik topiladi bu degan savol bor. Ina muammo ish o'rnida bo'lib turibdi. Bizada nima bo'lib turibdi? Xo'p, biza bu yeri to'g'ri bu. Umuman xato emas bu yeri. Qaranglar-da, bir narsaga xato aytganmiz, bir ish tashlab ketganmiz. Yana qaranglar-da, IB'da tashkil qo'yibmiz, shundaymi? Ya'ni forumni tashkil qo'yibmiz. Forum is valid. Validmi bu forumim deb turibman. Forumimda error bormi, yo'qmi deb turibman. Lekin men IB'da nechab turibman? Buni tashkilmen turibman. Shuning ichida bo'lishi kerak. Nechaytamiz bu yerga? If forum nokta is valid bo'ladigan bo'lsa nechaytamiz? Bular ishlatish kerak. Bularning hammasini nechaytamiz endi? Bir ichkariga suramiz. Ana endi qaytadan ishlatib ko'ramiz. Yo'q va jazamiz, yo'q odam yozamiz, login etamiz. Mana username va parol xato deydi. Nedagi xato kelib turibdi u? IB'dagi shundaymi axir? Ha? IB'dagi xato kelib turibdi. Endi bor nima bilan o'tamiz? Yo'q, kim bilan o'tdik? Shu bilan o'tdikmi? Ha? Parol shunday edi, username to'g'rimidi? Ina login etdi bu, lekin nera qaytib turibdi? Hech o'zi qaytib turgani yo'q. Bosh sahifaga qaytib turgani yo'q. Shundaymi? Endi qaranglar-da, biza 127 admin paneldan qaranglar, Sodiqov Tohirjon deymi? Username boshqa yozaman, parolima shu yozaman. Xo'p. Ro'yxatda o'tsam, o'zimda qaytib turibdi. Shundaymi axir? Bu saytda ko'radigan bo'lsangizlar, bu saytga kelib turib ko'radigan bo'lsangizlar, 100 raqamli deb ko'radigan bo'lsangiz. Saytlarda odatda ro'yxatda o'tib bo'lgandan keyin to'g'ri admin panel o'tkazib berami, yo nega o'tkazib berami? Bosh sahifaga yo nega o'tkazami? Login page o'tkazami? Ya'ni men chekkatib qo'yibman. Qaranglar, ro'yxatda o'tib bo'ldimi? Bu username bilan parol yerda turadi-ku. Login ettiramiz. Buni nechaytamiz desangizlar, ibera kelamiz, qaranglar. Ro'yxatda o'tdimi? O'tsa deyman, nechaytaman? Iberim is valid bo'ladigan bo'lsa, return etaman. Redirectdan u chiqarib olamiz. Redirectni nechaytamiz? Directga no'ni beramiz. Ya'ni no deb yozadik, login deb yozadik. Shundaymi axir URL'mi? Shundaymi? Endi rostdan ham IB'da netdi. Endi bosaman. Qaranglar-da, ro'yxatda o'tdi-yu, keyin nega o'tkazdi? Tushundingizlarmi? Endi nechaytaman? Yana IB nima bilan? Tohirjon 103 bilan login etaman. Qarasangiz login etib turibdi. Hech qanday xatolik chiqarib turadi. Tushunarlimi? Havo login etganda endi ichine giriladi. Hali ichi yo'qmi buni? İbera navbar qo'yamiz hali, yaxshimi? Xo'p, endi sizlar sho'rnacha aytib beringlar.